shunaqa chiroyli remontlar qilgandan keyin bitta suv toshib ketsa rosa alam qilsa kerak. Конечно, alam qiladi. Shuning uchun umidon qo'yganda zo'r foydali funksiyalari bor. Безопасность degan. Безопасность ham suv toshishidan himoya qilish uchun anaqa datchik kartochkalar bor. Bu servopривод bilan parallel ishlaydi. Servopривод главный ствол снабженияni o'chirib beradi. Datchigimiz 100% germetichniy, shundan umuman qo'rqmaydi. Suvga tushgan paytda buni yutayotgan sezadi. Telefoningizga ham sochение keladi, yuzda suv toshgan. Hozir kelyapti как Buni ham уже o'chirishni boshladi. Quruqdan o'zlari motor kamaydi уже, sekin-sekin suvni o'chirib beradi. Gap yo'q. Zo'r narsa ekan, buni qat-qatga qo'yamiz hozir. Buni hamma qattiq suv bor bo'lsa, rakinadan tagiga, mutadan orqasiga suv toshishi mumkin bo'lgan potensial bo'lgan joylarga suvni qiladi. Batareyaga ishlaydi. Batareyaga 1 yil, 2 yil indamay ishlayveradi. Gap yo'q. Zo'r ma'lumot bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, Alisa Umnido domni eng foydali taraflaridan bittasi mana shu narsa bo'ladi. Bu narsani o'rnatib, uylarni yanada komfort qilishga maslahat beramiz. Bizga kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun foydali videolar qo'yib borishda davom etamiz. Assalomu alaykum.